Şu Rabbinin tarafiga qaytib, "Fadkhuli fi ibadi wa dukhuli cenneti." Bendilerimning ishiga kirgin, cennetimga kirgin degan nidolar mu'minlarga beriladi, musulmonlarga beriladi. Qani shu oxirgi hayotimiz uchun tayyorgarlik qildikmi? Yana holatda o'zidagi huquqlarlar, ikkinchisi o'zining yoshlik hayotini Allohning taat ibodatida o'tkazgan yosh yigitlar, yosh qizlar, uchinchisi mana qalbi Allohning masjidlariga bog'langan, masjidning chiqdi masjidga kirgisi va mushundoq bandalar, namozni namozni saqlab turgan bandalar, peshin bo'ldi, asri qachon bo'lar, asri oldi, shom qachon bo'lar, shom o'qidi, uxtam qachon bo'lar, uxtam o'qidim, sani bo'mbatni vaqtida o'qiy olamanmi, o'qiy olmasmanmi degan holatda mana mushundoq namozni saqlab turgan bandalar va o'ng qo'li bag'rini so'l qo'li tuymug'idek holatda ixlos ihson qilgan bandalar, xoli o'rinlarning o'zida o'zing gunohini aslab, hayotidagi Allohning oldida shundoq buyruqlarni ijro qilolmaganligini aslab, o'zining gunohi uchun yig'lab fatozat aynohu ko'zlari yosh to'kkan bandalarni Alloh arshining soyasiga yetkazdi. Oldiga gunoh ma'siyatli keldi, haromlar keldi, zina fohishalar keldi. Har birining oldiga kelganda inni axofulloh robbil alamin, men robbil alamin Allohdan qo'rqaman deb zina o'simi yana olsa, haroq o'simi yana olsa, kishilar haqqi o'simi yana olsa, kishilarning Allohning diniga qilgan xiyonatlar o'simi yana olsa, men Robbim Allohdan qo'rqaman deb ana shunday kishilarni Alloh arshining soyasiga yetkazdi dedi. Ularga Alloh taolo noma'mul daftarini o'ngdan beradiganligini, oldidan beradiganligini, noma'mul daftari o'ngdan berilganligini unuqlabu kitobiya, mening maktabimni o'qib baqaman, anni zanantu anni mulaqin hisobiya, men hayotimda men mushu kunda, mushu hisobatimga uçuşumda o'zimda men jazmiyat qilgan edim, men ishongan edim, amaliyotga keldi, mening kitobimni o'qib baqaman deydi xalqi. Ammo o'shunda noma'mul cho'l tarafdan, keyin tarafdan berilganlar, halaki anni sultoniya, mening huquqim asqatmadi, iqtizodim bilan Allohning azobidan qutqizolmadi. Mana o'shunda va'bayla hasrat nidomatlarni qildi. Ya laytani lam uti kitabiya, mening kitobim berilmagan bo'lsa, men hayoti dunyoda o'lgancha tirilmagan bo'lsam, kafir bo'lgan inson mana Allohning jazosini ko'rib, shu vaqtning o'zida kafirnim deydi. Va yasitman ya laytani kuntu turaba, men tuproqlab ketgan bo'lsam-kim, inson bo'lmagan bo'lsam o'lib ketgan, tirilmagan bo'lsam o'lib ketgan deb pushaymon qildi. Mana bu shunday va'dalarni Alloh taolo va'da qildi. Uni keyinda pulsiratni va'da qildi. Bandalarning o'zini noma'mullarni Alloh taolo jillaydi xalqini va vaznu yawma izinil haq. Shunday haqiqat ekanligi, tarozi mizonning o'zi haq ekanligi, bandaga pulsiratni qo'yib Alloh taolo shundan o'tkazadiganligi, mushu ummatning 70 ming ummatni Alloh hisobsiz jannatga akiradiganligini Alloh payg'ambarning tili orqali va'da qildi. Ana shuning uchun qani men mushu dunyoda bir umr hayotimizda ishlagan vaqtida bo'ladi. Shuning uchun qani qanchalik tayyorgarlik qildik. Shu mukofotni qani qo'limizda olish uchun qanchalik shunday bir tirish qildik. Eng oxirida Alloh taolo mu'minning eng oxirgi bekiti jannat bo'ladi. Jannatga kirgandan keyin Allohning tarafidan salamun qawlan min robbir rahim. Alloh tarafidan salomlar keladi. Assalomu alaykum ya ibadi. Mening salomim sizlarga bo'lsin ey bandalarim. Alloh salom qiladi mu'minlarga. Alloh taolo hatto bandalardan so'raydi, "Hal raziytum?" Ey bandalarim, sizlar mendan rozi bo'ldinglarmi deydi. Mu'minlar deymizki, "Ey Alloh, bizga rozi bo'lmagan nima ta'timiz bo'lsin. Sizlar bizni ko'zimiz ko'rib boqmagan, qalbimizga kechib boqmagan, bizning hech qanday bir ko'rib boqmagan nozi ne'matni bersizlar. Bizning asosimiz bo'lsin, rozi bo'lmagan desa." Alloh aytadi, "Ey bandalarim, mushu bergan ne'matimdan necha hasbil xush xabar bor. Uni sizlarga bermaymanmi? Ba'zi Allah. Allah aytadi, "Fala asqatu alaykum abada." Men sizlarga manguga açıklamayman ey bandalarim. Rabbim Allah açıklab qolgancha va ne'matni tatib va jannatga chiqarayotgancha o'zini aytmoqlar. Manguga sizlarga açıklamayman. Alloh mana mu'minlarga shuni va'da qildi. Lekin Alloh o'zining jamolini ko'rsatib va'da qildi. Vujuhu yawma idin naziratun ila robbiha nazira. Ko'rkam chiroyli yuzlar va o'zining Robbiga qarab turuvchi yuzlar va Robbini ko'radigan yuzlar va mana Robbil alamin Alloh jamolini
güçlüdür. Al Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabını söyledi Allah'ın peygamberi. Biz iman etip hayvanı işendik. Kral ettimizdik vaktide. Peygamber istem kralı istedi. Kralı istediğin çağda evvelin ahirin tamamı şeyler çılgın çıksa biz Rabbimizi kralı iste kısılıp kalırız mı? Kallımız değil mi tahtım Rabbimizi kırvalay. Oturup Rabbimizi kırvalay diyemiz mi? Diyendi Peygamber aleyhisselam. Seteravuna rabbekum kema teravunel kamera leylete.